Assalomu alaykum, Xiyqol agrofarm obunachilari. Bugun xudo xohlasa xiyollarimiz Rabibak emlaymiz. Chuma kasaliga qarshi. Chumbash bitta ampulasi 10 ta quyonga yetadi. Bitta ampulasi 35 ming so'm turadi bu ampul. Hali 6 oyda bitta-bittadan emlaymiz. Buning uchun bizga bitdim. Rabibak va vaksina Pechatki shpris kerak bo'ladi. Hozirgi videosini nega aynan hozir kechqurun bo'ldi. Bir ishdan kelib hozir quyonlarni emlaymiz. Kechqurun chunki salqinda uni ukolni tez-tez oyoqqa o'tkazib yuboradi. Mana kech bo'lishiga qaramay vaksinalarimizni urdik 1 gram. 0,7 nari berdan vaksina urildi quyonlarimizga. Pechatkalarni yirtib yubordi. Mayli. Hammasiga 0,7 dan vaksina urib chiqdik. O'zi 0,5 bar deyishgan. Lekin biza 0,7 dan urdik, birdan emas. Sari quyonlarimiz 60 kunlik bu otda. 52 kunlik, toza 52 kunlik bo'lishdi. Bizani kuzatib boringlar. Like va podpiska esdan chiqmasa, yangi kontakt videolarni olishga davom etamiz.